Assalomu alaykum Durmetal jamoasining kuzatuvchilari, navbatdagi ko'rib turgan darvozani Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumaniga olib kelayotganmiz. Darvozamiz standart razmerda, ya'ni 3.54 razmerda bo'lgan. Agar sizlarga darvozamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, darvozamiz haqida to'liq ma'lumotlarni beramiz. Ushbu darvozamiz 2 qavatli uchipleniyali original varianti bo'lgan darvoza. Bu darvozamiz avtomobilni gruntovka avtomobilni kraskalar bilan jihozlab 5 yilgacha kafolat bor variantda qilib berganmiz. Agar sizlarga shunaqa high-tech varianti yoki neoklassik uslubda bo'ladigan darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, Durmetal jamoasiga obuna tugmachasini bosib qo'yadigan bo'lsa, xudo xolasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'yicha besplatni, ya'ni darvozadan kelib razmer o'lchashimiz va ustunovka qilib berishimiz shu aytilgan narx ichida bo'ladi. 2 qavatli variantdagi avtomobil modelimizni orqa ko'rinishini ko'ramiz degan akalarimiz uchun orqa ko'rinishini ham ko'rsatib o'tamiz. Ozgina loyihalarga e'tibor bermaslik yog'ingarchilik bo'ldi. Xudo xolasa buni ham qo'limizdan kelgancha mo'ykalarni qilib berganmiz. Darvozamiz orqa ko'rinishi shunaqa tekis ko'rinishda bo'ladi va ozgina chuqurchak qilib hovuzcha ishlaganmiz va orqalardan zazor profillarni berganmiz. Zamoklari ham original Frida zamokdan jihozlab qilib berganmiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqadigan bo'lsa, darvozamizni 5 yilgacha kafolatlarni berib, sifatli holatda O'zbekiston 12 ta viloyatga ustunovka dastavka xizmatlarimizni mutlaqo bepul amalga oshirgan holatda shunaqa original variantda darvozalarni sizlarga tavsiya berishimiz mumkin. Bu darvozamiz boshlang'ich narxi kvadrat metr 1.300.000 dan 1.600.000 gacha ustunovka dastavkalarni tekin holatda kelishimiz mumkin. Bu safargi reysimiz xudo xolasa Tojikiston Respublikasi Dushanbe shahriga bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlari yana kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin.